Safariga borishga hamma narsam tayyor, lekin narxi zo'ri chiqmayapti degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Sizlar hamma narsalaring tayyor turgan bo'lsa, Xudo xolasa bizda arzon narxlar tayyor turibdi. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga narxlar qanaqa bo'lyapti, shart-sharoitlar qanaqa, borganda qiynalib qolmaysizlarmi, Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumot yetkazib berishga harakat qilamiz. Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz, yana Abdug'ofur akani oldidamiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Hamma narsam tayyor deganlar, bu videoda o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Assalomu alaykum Abdug'ofur aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Xo'p, hamma yo'g'im tayyor. Bugun bo'lsa bugun ketaman deydigan obunachilarimiz uchun bu videoni qilyapmiz. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz har kuni bor. Har kuni bor. Narxini $950 qilib beramiz. $950 xolos. Endi ham bormasangiz bo'lmaydi. Hamma narsasi tayyor turganlar. Bugun ertaga ketaman deydiganlar bor edi. Bugun xolos ertaga. Mana masalan 17-iyul 2026-yil bugun shu syomkani qilyapmiz. Xo'p, 18-iyul kuni bor Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha. 19-iyul, 20-iyul, 21-iyul, 22-iyul, 23-iyul, 24-iyul, 25-iyul deyarli har kuni reyslarimiz bor. Har kuni reyslar. Avgust oyiga ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Avgust oyiga ham joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Zo'r. Endi vodiydan ketmoqchi bo'lganlar. Vodiydan ketaman demoqchi bo'lganlar uchun har 2 kunda reyslarimiz bor. Buni narxini $990 qilib beramiz, Xudo xolasa. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlarga $990. Farg'onadan bo'ladimi reys? Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reys bo'ladi. Qachonga reyslar bor endi kunlari? Bugun 17-iyul kuni bor, 19-iyul kuni bor, 21-iyul kuni bor, 23-iyul kuni bor, 25-iyul kuni bor. Avgust oylariga ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Farg'onadan har 2 kunda birida bor ekan, Toshkentdan har kuni bor ekan. Telefon qilib, joylarini bron qilib, Xudo xolasa borsa, ular xolasalar Toshkentga sizlar yaqin bo'ladi, Toshkent yoki men vodiydanman deydigan bo'lsalar, Farg'ona aeroportiga kelib bemalol uchib ketsalaring bo'ladi. Endi mana narxlarda aytib o'tdik, sharoitlar qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, sharoitlari Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Eng yaqin gastitsamiz 800 metr. O'shani 1 kilometr deyapmiz. Uzog'i 2 kilometr, Xudo xolasa. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushishadi, Xudo xolasa. Endi Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, sharoitlarini eshitdik. Endi 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Xudo xolasa aeroportdan. Endi undan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar so'mka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Yana bitta bonus tariqasida har bitta odamga bittadan qo'shib beriladi. Zo'r. Endi to'lovlarni qanaqa qilamiz? Ofislaring qayerda deydiganlar uchun ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatida bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Xo'p. Bemalol kelib ofislarimizga rasmiy kassalarga to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib ketsalar ham bo'laveradi. Xohlovchilar bo'lsa onlayn to'lov qilinglar. Agar uzoqlik qiladi bizga ofislaring deydiganlar, mana shu nomerlar, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqinglar. Pasportlaringni tashlab bersalaring, jindekkina zakolat tashlab berasizlar. Qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Muammo bas. O'zlariga qulay bo'lgan yo'lda bemalol qaysi yo'l to'g'ri kelsa o'zlariga o'sha yo'lni qilib beramiz. Zo'r. Ofisga kelib ko'rmoqchi bo'lganlar ham o'zlariga yaqin bo'lgan ofisga bemalol borsalar ham bo'ladi yoki onlayn to'lov qilsalar ham bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Hoziroq Xudo xolasa joylarini bron qilinglar. Ertaga ketmoqchi bo'lganlar, bugun ketmoqchi bo'lganlarga Xudo xolasa joylarimiz bor. O'sha garyachi turi oqtarayotgan obunachilarimiz uchun alohida video qildik. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib bersa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.